mana gullar ochilishni boshladi. Shu paytda arilarda eng ko'p tuxum qo'yadigan paytiga to'g'ri kelyapmiz. Shuning uchun har bir daqiqani qo'ldan chiqarib olmaslik kerak. Buning uchun bizda pena uyalarda afzalligi yana bitta yutuq tomoni, ustini salafan qilganimiz. Ustini ochamiz va vaziyatni ko'ramiz. Vaziyatda mana hozir ikkita ovqatini olibdi, uchinchisini ozgina yebdi. Demak, bu keyingi yakshanbaga kelishimga yetadi. Arilarni bezuta qilmagan holatda to'liq ko'rib olishimiz mumkin. Mana arilarni bitta ochganimizda, demak mana bunda ancha ovqati bor ekan. Demak, bu orqa tomonda yebdi. Demak, oldi tomoni bilan zaxirasi mavjud. Salafan yopganimiz bitta plus tomoni shundan iborat. Mana arilarni bitta ochasiz, arilar kuchini ko'rasiz va arilarda holatini ko'rasiz. Mana hozir men sirop berganim yo'q. Ko'pchilik sirop berdi deyapti. Yo'q. Chunki hozir berilgan siropni qabul qilishi mumkin, lekin yana 5 kun, 10 kun vaqt bor. Hozir kechalari sovuq, kechaga qolib ketsa, olmay qo'yadi, ichmay qo'yadi va qanaqadir virusli bo'lishi mumkin. Undan ko'ra eng yaxshisi 10 kun oralig'ida men kandi beraman. Yana bitta kandiyimni yutuq tomoni shundan iboratki, mana demak bu Slaviyar ekan. Slaviyligini ham bemalol arini ochmasdan ko'rishingiz mumkin. Yana bitta kandiyni berishim asosiy sababi shunaqaki, men yakshanba, shanba kelaman, bir kun vaqt ajratib. Shuning uchun mana shanba kuni qo'ygan yemlarim bugun seshanba tong ishdan oldin bir ko'rib ketay dedim. Mana demak 10 bo'lsa 10 dan 3 qismini yegan. Bugun chorshanba, payshanba, juma, shanba, rasa shanbagacha bu tugatib qo'yish ehtimolligi bor. Bitta plus tomonlari shundan iborat. Siropni endi kunda berish kerak. Vaziyatiga qarab, meni kunda kelgani vaqtim yo'q. Shuning uchun kandi ham stimulyatsiya uchun zo'r ovqat hisoblanadi. Mana yumshaqqina turibdi. Arilar kuchli, eritib rivojdan olishni boshlayapti. Hozir bu doполнительный kuch bo'ladi. Ya'ni arilarimizda qanaqadir tabiatdan keladigan bo'lsa, kandiyni shuni olmaydi, kandiy qolaveradi. Tabiatda ma'lum bir miqdorda kelyapti. Mana yiziklar tortishni boshlayapti. Demak, bu degani normativ holat.